Hangangda 300 metr suzaman deb cho'kib ketishimga ozgina qoldi. Bugun sizlarga birinchi havaskor triatlonning qanaqa bo'lganligi haqida aytib beraman. Birinchi o'rinda futbolka va ko'plab sovg'alarni olib oldik registratsiyadan o'tib. Bizda birinchi o'rinda suzish edi 300 metr Hangang daryosida. Shapka bilan bunaqa suzadigan achkilarda havaska olganimiz yo'q. Bularsiz suvga tushirmas ekan. Men shu joyda oxirigacha borib, yana orqaga qaytib kelish kerak edi. Yoshligimda daryoda juda ko'p cho'milganman. O'shaning uchun ishonch ming bo'lgan. Shatta bismillohni aytdimdan keyin kalla tashlab ketvordim. Operator ham videoga olishni yorvoribdi. Короче, suvga tushganimdan keyin qanchadir muddat meni topolmay qolgan, lekin mana shu video joyida ko'rinayotgan men bo'laman. Bir bola qilib 150 metr zo'rg'a suzib, chekiga chiqib olib, bir yarim soat dam oldim shekilli o'zi ham. Orqaga qaytib ketishga aqlim ham, kuchim ham yetmadi. O'shanga mana bunaqa skuterda yengil o'zlari tashlab qo'yishdi, VIP Express qilib. Suzish chalap-ola qilib bitkizgandan keyin yugurishga o'tdik, 5 kilometr yugurib. Yugurish uncha qiyin bo'lmadi, chunki 1-2 oy oldin yugurishni boshlagandim. Bir haftada bir marta bo'lsa ham ozgina-ozginadan yugurib turgan edim. 5 kilometr yugurish tugatgandan keyin veli minish bo'ldi. Shunaqa Seulda Tarangi degan velilarda 10 kilometr velosiped minib kelish kerak edi. Velilarni olib yo'lga chiqib ketdik. 10 kilometr bo'lsa ham o'ylaganimdan ancha oson bo'ldi, lekin mana shunaqa Tarangi velini minib ko'rganlar bilsa kerak, o'rindig'i uncha qulay emas, o'shanga ozgina noqulay bo'ldi. 10 kilometrda ham bolalar bilan gaplashib netib bosib o'tib qo'yibmiz. Endi medallarni olsak bo'ldi, ketamiz. Koreyada odam juda ham zid joylashgani uchun qayerga bormang mana shunaqa o'chirt bo'ladi, hamma yo'q. O'chirtda turib, medalni ham bir narsa qilib oldik. Instagramga qo'ygan 2-3 ta rasmga tushlikdan kunni yakunladik. Suzish chala bo'lgani takoy bo'ldi. O'shanga keyingi safar yaxshilab tayyorgarlik ko'rib keyin boraman.